Ayni damda o'lkamizda qish fasli, shuning uchun ham egnimda o'zimizning milliy chopon libosi. Yana bir bora hammaga xayrli tong, hurmatli aziz kompyuter sohasining professional mutaxassislari. Tartib, qoida va hamda intizomga rioya qilgan holatda bugungi 46-kun 46 Word bo'yicha amaliyotni sizlarning e'tiborlaringizga taqdim etishga tayyor holatdaman. Shu o'rinda ko'pchilik darslarimizni alhamdulillah kuzatib, bundan foydalanib, o'z sohasida ishlatmoqda. Biz bundan juda ham mamnunmiz. Bizning maqsadimiz ham aslida shu va sizlardan shuni iltimos qilib qolardim. Albatta, har bir harakatni natijasini sezish maqsadida unga qanaqadir yoki og'zaki yoki qanaqadir reaksiya bilan o'zimizni fikrimizni bildirib ketishimiz kerak. Shu o'rinda shu videolarimizga maksimal o'z reaksiyangizni yoki fikrlaringizni qoldirishingizni sizlardan so'rab qolgan bo'laman. Bugungi darsimiz oldingilardan ham qiziq. Demak, bir bora sizlar bilan yangi darsda g'oyibona ko'rishtiribmiz. Bunga Yaratganga hamd va sanolar bo'lsin. Azizlar, bugungi darsimiz jadvallarga oid, ya'ni crossword bosh qotirma loyihasini amalga oshirgan bo'lamiz. Uning uchun avvalambor biz stavka bo'limidan, figura bo'limidan yozuv maydonini chaqirib olamiz va o'rtaga crossword so'zini yozamiz. Katta harflar bilan crossword. Kontrlar bilan tanlayman, yozuv razmerini taxminan 70 qilaman va o'rtaga olib kelib yozuv shriftini esa baxin shrift qilamiz. Mana. Va ana endi buni orqasiga qanaqadir rang berib, yozuvning o'zining rangini esa oq rangga o'zgartirib qo'yamiz. Mana. Ana endi navbat stavka, yana figura bo'limi, yana yozuv maydoni chaqirib olamiz. Va buni ichiga esa jadval chaqiramiz. Jadval chaqirishni stavka bo'limi tablisadan qilamiz. Shu narsaga e'tibor beringlar. Agar mishkani olib kelsak, bitta katakcha, mana bitta ustun. O'ngga yursak bu ikkita ustun, 3 ta, 4 ta ustun degani. Pastga tushsak bu qator qo'shiladi. 2 ta qator, 4 ta ustun, 3 ta qator, 4 ta ustun, 4 ta qator, 4 ta ustun bo'ldi. Xo'p, bu joyda 10 ga 10 bor hozircha. Agar qo'lda ko'proq kirgizmoqchi bo'lsak ma'lumot, stavit tablisadan. Hop, men bu joyda chisto stalba nechta qator, nechta ustun, chisto stroka nechta qator. Xo'p, menga hozircha 10 ga 10 ustun va qatorlar soni. Okey, mana. Mana bu joyga e'tibor beramiz. Mana bunday maxsus belgi bor. Bu belgini pastga tortadigan bo'lsak, mana bunaqangi kvadrat shaklda bizda maydon jadval hosil bo'ladi. Yozuv maydonini kichraytirib olamiz. Aytganday, nima uchun yozuv maydonini ichiga jadval chizib oldim? Sababi jadvalni qimillatganimizda, ya'ni siljitganimizda yozuv maydoni deganimda jadval ham juda ham osonlik bilan siljiydi. Ko'pchilik Wordda ishlaydiganlar shuni biladi. Jadvalni siljitish juda ham mashaqqat. Oson siljitish uchun yozuv maydonini ichiga chaqirib olamiz. Va endi yozuv maydonini hop hozirchalik chetini olib tashlaymiz. Net kontur qilib, mana ko'rishlaring mumkin. Faqat jadval bordek sizlarga taassurot paydo bo'ladi. Endi o'zimiz uchun maxsus kataklarni bunaqangi tanlaymiz. Omjaga tanlab rang beramiz. Glavniy bo'limi mana bu joydan svet, mana ko'rishlaringiz mumkin. Hop. Ketdik. Mana bunaqasiga yuramiz. Mana. Hop, mana bunaqasiga yuramiz. Mana. Hop, mana bunaqasiga yuramiz. Mana taxminiy bo'lyapti hozir. Xo'p, so'zlar bosh qotirmadagi javoblarni moslashtirib
raqamlar bilan o'zgartirib chiqamiz. Hop, taxminiy mana maksimal harakat qilaman shu crosswordni to'ldirishga va ko'proq javoblarga joy bo'lishiga. Mana hop. Mana bo'lmasa, tak, mana bu yerga ham bitta qo'shib qo'yamiz. Mana. Qanday? Yoqdimi? Mana crossword tayyor. Ana endi buni o'chirib chiqishimiz kerak. Kerakmas joylarini maket bo'limidan lastik, ya'ni o'chirg'ich bilan kerakmas joylarni sekinlik bilan o'chirib chiqamiz. Mana azizlar, crosswordni chiziqlarni ham o'chirib oldik. Menimcha boshqa chiziq qolmadi. Bo'shligiga 2 marta bosamiz. Mana endi mana bu joyda chiziqlar o'chib ketdi. Bunaqa paytda nima chora ko'rsak bo'ladi? Buni yo'llari juda ham ko'p. Ya'ni jadvalni o'zini tanlab olib, maketdan narisovat, ya'ni qalam bilan o'sha o'chgan joylarini chizish funksiyasi bor. Xo'p, bizga o'chgan joyi mana bu joy, mana qaranglar. Juda ham opasniy mana. Harakat qilamiz chizishga. Opa. Mana qo'shilib ketdi. Sezyapsizlarmi? Ctrl bilan qaytaramayman. Mana qaranglar, bittalik bo'lib qolyapti. Xo'p. Buni yechimi stavka bo'limi, figura bo'limi, to'g'ri chiziq chizib mana bunaqangi qo'shganlaringiz 1000 marta yaxshi. Rangini qora qilib qo'ysangiz kifoya. Yaqinlashtirib shift yordamida to'g'rilab qo'yasizlar. Mana bo'ldi. Har bir narsani o'zini yechimi bor. Mana bo'ldi. Ana endi bunga raqam qo'yib chiqishimiz kerak. Raqam qanday qo'yiladi? Stavka bo'limi, figura bo'limi, dumaloq shakl bilan solchi mana bu yerga qo'yamiz. Добавить text 1. Hop. Yozuv razmerini kattalashtiraman. Shriftini Arial 1 qilaman. Va ozroq kichraytiraman. Hop, mana qaranglar. Agar sway qilsak, juda ham ingichka ekan. Mana shunday qattiqroq olsin mana. Rang berib qo'yamiz. Mana bo'ldi. Ketdi bu yog'iga. 1 2 boshqa menimcha bo'sh joy qolmadi. Mana ko'rib turibsizlar. Mana shu crosswordimizga 12 ta savolga javob yozsak bo'ladi. O'ylaymanki, bugungi loyiha qolganlardan ancha juda ham qiziqarli va foydali va juda ham muhim bo'ldi. Jadvallarga oid hammaga shu loyihani maksimal bajarib, tushunmagan joyimizni guruhga yozib, biz bilan bir xil darajada shu Wordga oid amaliyotlarni o'rganib, bir xil o'rinda yaxshi niyat bilan tilakdoshimiz keyingi onlayn darslarda xudo xolasa yana shunaqangi bundan ham chiroyli loyihalarda ko'rishguncha deb qolaman. Sog' salomat bo'linglar.